Yevropa xalqi osmonga uchar ekan, bizda soch va soqol nizolari. Yevropaliklar dengiz ostida suzar ekan, bizda uzun va qisqa kiyim janjallari. Yevropa shaharlari butun elektrik bilan isitilur va yoritilur ekan, bizda maktablarda jo'g'rofiya va tabiat o'qitmaslik ixtiloflari davom etadi. Bu gaplar 1923-yili, ya'ni bundan 100 yil oldin millatimiz jadidlaridan Munavvar qori Abdurashmonov tomonidan Turkiston gazetasida aytilgan ekan. Yevropa xalqi osmonga uchar ekan, bizda soch va soqol nizolari. Yevropaliklar dengiz ostida suzar ekan, bizda uzun va qisqa kiyim janjallari. Yevropa shaharlari butun elektrik bilan isitilur va yoritilur ekan, bizda maktablarda jo'g'rofiya va tabiat o'qitmaslik ixtiloflari davom etadi. Bu gaplar 1923-yili, ya'ni bundan 100 yil oldin millatimiz jadidlaridan Munavvar qori Abdurashmonov tomonidan Turkiston gazetasida aytilgan ekan. Yevropa xalqi osmonga uchar ekan, bizda soch